Evet do'stlar, yana bugungi videomizda Minecraftda jonli joydan jonsiz joyga o'tishni o'rgatamiz. Mana yana doimgidek play. O'zingiz o'sha mana New Adventure Seat'ni bosib, o'zingiz xohlasangiz qilib Donne Creative shu yerni bosamiz. Keyin qishloq chiqdi. Endi yo'lga kiramiz. Xo'sh, sandiq tanlaymiz. Buni ichiga mana bu narsalarni joylaymiz. Buni joylashga ham vaqt kerak, shuning uchun mana joyladik. Endi esa sandiqni yopamiz. Mana bu nazat qilib quit titlini bosamiz. Keyin esa yana playni bosib, mana bu qalam turgan joyini bosamiz. Undan keyin mana bu survival degan joyni bosib turib, bosib yana shu yo'lga kirsangiz, mana joylik joylanadi, sandiq turadi. Mana kirsak, ichidagi narsalarni keyin esa siz shunday qilib turli narsalarni qo'shasiz. Buni o'zini qildi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu hech qanaqa shantaj qilinmagan. Gerekirse qilib, yana shunday qilib yursangiz bo'ladi. Buni jonli qilib bo'lmadi, kenglikni bu kenglikka kirib nazarni bosib, titlini bosamiz. Endi play. Mana bu o'sha yo'lni yonidagi o'ng tomondagi qalamni bosib, yo'l survival bosamiz. Jonli qilsa bo'lar ekan. Birinchi buni joyga olib qo'yaman. Mana bu newni bosib, yana adventure, keyin mana old degan joyni bosamiz, o'tkazamiz. Keyin creative worldga o'tamiz. Bu yerlarda daraxt, hamma narsa aralash. Xo'sh, newni bosamiz. Adventure flat bossak, mana bu kenglikka kiradi. Mana kenglik ko'rishingiz mumkin mana. Shunday qilib bugungi videomiz tugadi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.